Okele elektromobilga nima bo'lyapti? Ko'rasizlarmi? Holatni ko'rasizlarmi? Erib oqib, yonib ketdi o'sha. Zekir 001. Holatni qarang. Yonib ketdi. Holatni ko'rdinglar okele, juda ham ayanchli holat. Zekir 001. Bu kompaniya uncha-muncha kompaniya bilan tashlashib qo'yadigan kompaniya. Bu yerda hozir surishtiruv ishlari olib borilyapti. Egalari bu zaryadkaga qo'yganlar mashinani. Soat 1:30 atrofida zaryadga qo'yganlar, 3 ta zaryadkasi to'lgan bo'lsa, 7 gacha zaryadkaga tiquvli holatida qolib ketgan. Shu holatida ham yonish boshlangan, pojarniy kelgan. Sizlarning fikringiz qiziq bo'ldi. Egalaridami ayb? Yo'q, tok bor stansiyasida. Bilasizlar, Zekir kompaniyasi uncha-muncha kompaniyalardan seriozniy kompaniya. Motor chaslarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana pojarniy suv hali ham o'chmagan. Ko'rasizlar? O'chirishga ham cho'chiyapti odam. Nimagaki hali